Yengilini zo'ri keldi. Videoni oxirigacha ko'rmasanglar bo'lmaydi. Mana bunisini bitta ko'ringlar. Xullas, bunaqasini hali ko'rmagan edim. Menimcha siz ham ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Buning ichida nechta instrument bor deb o'ylaysiz? Mana shu yerda shuni yozib ketavering. Hozir ochaman, o'zingiz ko'raverasiz. Xullas, bu yerda yo'q narsani o'zi yo'q. Короче, og'irligida mana bu korobkalar ham ochilib ketyapti-da. Xo'p, bu instrumentning narxini aytaman, u ham bir shok narxda. Sal orqaroq qo'yamiz. Mayli, sinmaydi baribir. Mana buni qaranglar. Buni ichida bor. Batareykalarni bitta-bitta sanaveramiz. Vazduhodovka bor ekan. Arra bor ekan okalar, komplektida. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, yana nima bor ekan bu yerda? Hoppa. Ko'pligidan korobkaning ichiga sig'mayapti. Oyoqda ushlab turman, buni qaranglar. Shurpavert bor. Xo'p, yana bitta instrument bu yerda turibdi. Gaykaverт ham bor ekan. Xo'p, 4 ta instrument bo'ldimi? Perforator ham bor. Okalar, batareykalarni sanab turibsizlarmi? Hammasi bir-biriga tushib ketaveradi. Batareyka ham bor. Batareykani bu ruchkasi hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bolgarka ham bor. Yana nimalar chiqar ekan deb o'ylaysizlar? Mana. Bolgarka ham bor. Nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Mana bu 7-instrument okalar. Qaychi ham bor ekan komplektida. Bu bor. Yana nima chiqar ekan buning ichidan? Xo'p, fonarik ham bor ekan okalar. Fonarik ishlayotgan paytingizda batareykalarni bittasiga qo'yib qo'yasiz, kechqurun ham ishni davom ettirsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Kes so'zi ichida ключlari turibdi hozir. Xo'p, endi zaryadniy устройство o'shanda ikkita chiqyapti komplektida. Mana zaryadniy устройство ham bor. Ruchkalar hammasiga, bolgarkaga, perforatorga, korjiklar hammasi bor. Xullas, mana shu bitta komplektning narxi $150. Mazam yo'qmi? Shurpaverti udari ham bor, blokirovkasi ham bor. E'tibor bilan kuzating. Blok bor, udar bor, perforator ham ishlatsangiz bemalol bo'ladi. Perforatorchi mini. Shurpavert 5 shotchni. Mana buni bemalol olsangiz mana bitta batareyka hammasiga tushib ketaveradi. Mana bu fonarik okalar mana kechqurun ishlash uchun mo'ljallangan. Santexnik okalarga idealniy variantmi yo'qmi fikringizni yozib qoldirasiz. Endi qaychini ham bitta ishlatib ko'raylik. Hamma batareyka bir-biriga tushiradi. O'shanda batareykalarning soni 5 ta bo'lyaptimi? Daraxtlarni chiroyli qilib kesaman desanglar shoxlarni, lishniy shoxlarni, как раз hozir kuz mavsumi kelyapti. Mana apparatni bomba varianti. Voy, zo'r ekan bu. Qale, $150 arziydimi yo'qmi? Shuncha instrument bitta naborda hozir bularni donabay olaman desangiz ham palon pul bo'lib ketadi-da. Yo, menga bu sal qimmatli qiladi deydigan bo'lsangiz, bu yerda sal kichkinarog'ini olib kelib qo'yganmiz. Buni ham bitta ko'ringlar. Bu yerda endi 1, 2, 3 ta batareyka, 2 ta zaryadniy устройство, gaykaverti, bolgarkasi bor. Bu naborimizning tagida yana nima bor desanglar, buni hamma biladi. Ko'pchilik olgan bu variantda. Bu yerda sirkulyarka ham bor okalar. Arra ham bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Gaykavert ham bor, shurpavert ham bor. Shurpaverti buni e'tibor bergan bo'lsanglar, plasmas ekan. Ana unda metal edi. Metalichskiy. Perforatorni ham ko'rishimiz mumkin. Bu 6 talik naborimiz. Komplektida 4 ta batareyka bo'ladi okalar. Mana bittasi. Mana 1, 2, 3, 4 ta batareyka, 2 ta zaryadniy устройство, 6 ta instrument. Shurpavert, gaykavert, bolgarka, sirkulyarka hammasi bor. 6 ta instrument. Mana. Qaysi biri sizga ma'qul? Buni narxi $130. Buni narxi $20 qimmatiga bitta batareyka qo'shilyapti. Ya'ni 4 ta emas, 5 ta bo'lyapti unda. 7 tami, 8 ta instrument bo'lib ketdimi? 8 ta instrument bor. Qaysi birini olasiz? Bunisini. Tezroq kelib olib ketmasangiz, sonlari chegaralangan, narxi bomba chiqdi. Menimcha sizga ham yoqdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like qizartirib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, ko'rishamiz.